Chiroyli qiz ekan, ha? Chiroyli. Yoqdimi sizga? Bo'ladi. Menimcha, u qiz sizga to'g'ri kelmasa kerak. Nimaga? Bo'ylari baland. Sizga mos emasdik-da. Endi osasang balandorga osil deyishganda. Ey, o'sha balandorga o'zim osib qo'yaman hozir. Qizlarga qarasangiz xotiningiz borligi sizdan chiqib ketadi, ha? O'zing so'rading, men javob berdim. Nega jahl qilasan? Voy, nima men jahl qilmasligim kerak? Yana ozgina qiz haqida gapirsam, tushib borib telefon raqamini ham olib kelasiz, hozir. Endi telefon raqamini nima qilaman? Unda nimaga buncha tikilib turibsiz? Shunchaki xayol bilan o'sha tarafga qarab turdim, qayergadir qarashim kerak-ku. O'zi yuzini ham bundoq bir tuzroq ko'rganim yo'q. Ko'rishga ulgurmadingizmi? Shuncha o'tgan ekan. Mana qarang, yo'l chetida turibdi. Qani? Hozir o'ldiraman sizni. Hazillashdim-ku jinni. Qaramang boshqa. Yonimda sen bo'lsang, boshqasiga qaramayman. Ha nima? Men yoningizda bo'lmasam qaraysizmi? Laylo, bo'ldi endi. Juda ham oshiraryapsan. Nima qilay? Hozir menda shunaqa vaziyat. His-tuyg'ularim, gormonlarimni boshqaryapti. Bolam, ko'rdingmi, halitdan oying sendan foydalanishni boshladi. Meni hech qanaqa aybim yo'q. O'zingiz rashkchisiz deb aytgan. Baribir tushunmaysiz meni. Bo'pti, yuring. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi, dadajon? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Dadajon, ovqatdan oldingizmi yoki suzib beraymi? Rahmat, qornim to'q. Xo'p, men unda kiray. Ishingizni qilavering, qizim. Yaxshi o'tiribsizmi, dada? Men-ku yaxshiman-a. O'zing nega kelinni xafa qilding?